Sizning miyangiz hozir o'zgarmoqda. Yaxshi tomonga yoki yomon tomonga. Bu sizning qo'lingizda. Miyangizda 100 milliard neyron bor. Bu butun galaktikaimizdagi yulduzlar sonidan ko'p. Lekin noto'g'ri hayot tarzi miyani 10-20 yil tezroq qartiradi. Harvard tadqiqoti isbotlagan. Bugun men sizga miyangizni yoshartirish, kuchaytirish va himoya qilish sirlarini aytaman. Miya 3 qismdan iborat. Oldingi qism qarorlar uchun, hippokamp xotira uchun, amigdala his-tuyg'ular uchun. Neyronlar bir-biriga ulanadi. Bu sinaps deyiladi. Qanchalik ko'p o'rgansangiz, shunchalik ko'p ulanish hosil bo'ladi. Neyroplastisitet miya umr bo'yi o'zgarishi mumkin. NIH tadqiqoti 80 yoshda ham yangi neyronlar hosil bo'ladi. Miya tana vaznining 2%, lekin energiyaning 20%ni sarflaydi. Eng muhim a'zo. Surunkali stress miyaning birinchi dushmani. Stanford tadqiqoti kortizol hippokampni 14% kichraytiradi. Kam uyqu miyaning ikkinchi dushmani. Harvard uyqu paytida miya zaharli oksillarni tozalaydi. Uxlamasangiz zahar yig'iladi. Noto'g'ri ovqat miyaning 3-chi dushmani. JAMA jurnali shakar va qayta ishlangan ovqat miya yallig'lanishini keltirib chiqaradi. Harakatsizlik miyaning 4-chi dushmani. Mayo Clinic kuniga 8 soat o'tirish miya qon oqimini 30% kamaytiradi. Alkogol va sigaret miyaning 5-chi dushmani. Alkogol miyadan 10 yil oladi. Har bir yudum neyron o'ldiradi. Yolg'izlik miyaning 6-chi dushmani. Harvard 80 yillik tadqiqot ijtimoiy aloqa miyani eng yaxshi saqlaydi. Ijtimoiy tarmoq va multitasking miyaning 7-chi dushmani. Diqqat qobiliyati qisqaradi. Dopamin tizimi buziladi. Sport miyaning eng kuchli dori. BDNF miya o'g'iti. Sport paytida ishlanadi. Yangi neyronlar o'sadi. Harvard tadqiqoti haftada 3 marta 30 daqiqa yugurish hippokampni 2% kattalashtiradi. Aerob mashqlar miyaga qon oqimini 40% oshiradi. Miya tezroq, o'tkirroq ishlaydi. Chuqur paytida limfatik sistema ishga tushadi. Zaharli oksillarni yuvib chiqaradi. NIH tadqiqoti 7-8 soat uyqu xotirani mustahkamlaydi. Uyqu paytida o'rgangan narsa miyaga yoziladi. Omega 3 miya hujayralarining qobig'ini mustahkamlaydi. Baliq, yong'oq, zig'ir miyangizning oziq-ovqat. Neuroplasticity activated. Synapse increase 7% per second. Kuniga bir kosa ko'k-rezavor kognitiv pasayishni 2,5 yilga kechiktiradi. Qora shokolad miyaga qon oqimini oshiradi. 70% dan yuqori kakao diqqat va kayfiyatni yaxshilaydi. Zardob miyani yallig'lanishdan himoya qiladi. UCLA tadqiqoti kurkumin BDNFni oshiradi. Yangi neyronlar o'stiradi. Ko'k choy, L-tianin va kofein birgalikda miyani oqim holatiga kiritadi. Diqqat va xotira bir vaqtda yaxshilanadi. Meditatsiya miyani jismonan o'zgartiradi. Harvard MRI tadqiqoti 8 hafta meditatsiya miya kulrang moddasini ko'paytiradi. O'qish miyani eng samarali mashq qildiradi. Yangi so'zlar, g'oyalar, yangi neyron ulanishlar hosil bo'ladi. Yangi ko'nikma o'rganish miyani eng ko'p o'zgartiradi. Musiqa, til, san'at neyroplastisitetni maksimumga chiqaradi. Ijtimoiy aloqa miyani qartarishdan saqlaydi. Harvard 80 yillik tadqiqot yaqin munosabatlar miyani eng yaxshi himoya qiladi. Suv miya 75% suvdan iborat. Faqat 2% suvsizlik diqqatni 20% pasaytiradi. NIH tadqiqoti. Alzheimer dunyoda 55 million kishi aziyat chekadi, lekin oldini olish mumkin. Kognitiv zaxira, hayot bo'yi o'qish va o'rganish Alzheimer belgilarini 5-10 yil kechiktiradi. O'rta dengiz diyeti Alzheimer xavfini 35% kamaytiradi. NDJM jurnali isbotlagan. Zaytun moyi, baliq, sabzavot. Qon shakarini nazorat qiling. Alzheimer tip 3 diabet deb ham ataladi. Shakar miyani to'g'ridan-to'g'ri shikastlaydi. Ertalab uyg'onib telefonga qaramang. 30 daqiqa miyangizni tabiiy uyg'onishiga ruxsat bering. Uyg'onib darhol 2 stakan suv iching. Tunda qurib qolgan miya regidratsiya qiladi. Ertalab 20-30 daqiqa sport.
BDNF ishlanadi. Miya kun bo'yi o'tkir ishlaydi. Bitta ishga diqqat qiling. Multitasking miya samaradorligini 40% pasaytiradi. Har Default mode 90 network daqiqada activates during 10-15 rest, daqiqa dam oling. improving creativity Miya and standart problem rejimga solving. o'tadi. Ijodkorlik Remember, yaxshilanadi. rest is productive. Tabiatda yurish miyaning eng yaxshi dam olishi. Michigan universiteti 50 daqiqa tabiatda, diqqat 20% yaxshilanadi. Kechki ovqat yengil bo'lsin. Og'ir ovqat uyqu sifatini buzadi. Miya tozalanishiga xalaqit beradi. Kechqurun ekransiz 1 soat. Kitob o'qing, yozing, fikr yuring. Miya uyquga tayyorlanadi. 7-8 soat sifatli uyqu. Miya tozalanadi, xotira mustahkamlanadi. Ertaga yangi kuch bilan uyg'onasiz. 30 kun birinchi o'zgarishlar boshlanadi. 90 kun xotira yaxshilanadi. 1 yil miya yosharadi. Xulosa: sport, uyqu, to'g'ri ovqat, ijtimoiy aloqa, o'rganish, meditatsiya. Barchasini bajarish shart emas, bittadan boshlang. Bugun qaysi bittasini boshlaysiz? Kommentariyada yozing, men o'qiyman. Miyangiz sizning eng qimmatli boyligingiz. Uni asrang, rivojlantiring. Bionic Secrets kanaliga obuna bo'ling.